Video oxirigacha ko'ringlar, sizlar bilmaydigan narsa o'rgandim. Agar jinnixonaga tushsanglar, kreditinglar nima bo'lib ketar ekan. Hammamiz jinnixonaga ketamiz. Kimdirni uringlar, kimdirni tepinglar, sizlar ustinglardan yozib bersam, jinnixonaga ketinglar. Qancha kreditingiz bo'lsa ham hammasi nima bo'lib ketar ekan. Zo'r edi-ya. Bu singlimiz odamlarni noto'g'ri yo'lga boshlayaptilar, to'g'ri yo'lga boshlamayaptilar. Biz u kishiga raddiya berish maqsadida hamda ushbu jarayon qanday kechishi maqsadida ushbu videoni tayyorladik. Xo'sh, bu jarayon qanday bo'ladi? Siz kredit olasiz. Keyin kreditni to'lamaslik, o'zingizni ruhiy kasallikka solish maqsadida chiqasizda kimnidir urasiz yoki tepasiz unga jarohat yetkazasiz. Keyin u sizni ustizdan yozib beradi. Sizni esa ichki ishlar xodimlari keladida olib ketishadi. Ichki ishlar xodimlari olib ketgandan keyin ichki ishlar bo'limida siz o'zingizni ruhiy kasalga solasiz. Ichki ishlar xodimlari sizga psixiatrik brigada chaqiradi. Psixiatrik brigada keladi, siz bilan gaplashadi. Va sizda ruhiy kasallik alomatlarini sezmagandan keyin ichki ishlar xodimlariga yozib berib ketadi. Bunda ruhiy kasallik belgilari yo'q. Ko'rik vaqtida psixozsiz deb. Siz ro'yxatga turmaysiz. Javob berishingizga to'g'ri keladi qonun bilan. Ikkinchi varianti. Psixiatrik brigada sizni ruhiy kasalliklar shifoxonasi qabul bo'limiga olib boradi. Qabul bo'limida sizga bir nechta psixiatr shifokorlar bilan birgalikda komission ko'rik o'tkaziladi. Komission ko'rikdan keyin sizga barcha shifokorlar birlashib o'zini qonuniy ma'lumotnomasini beradi. U yerda pechat qo'yilgan, o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasining muhri qo'yilgan hamda ruhiy kasalliklar shifoxonasida sizni komission ko'rikdan o'tkazgan shifokorlarning imzosi qo'yilgan ma'lumotnoma beradi. Shu ma'lumotnomada agar bemorda ko'rik vaqtida o'tkir psixoz aniqlanmadi deb sizga xulosa beriladigan bo'lsa, ushbu xulosa bilan siz yana qaytib ichki ishlar bo'limiga qaytib borasiz. Bu ikkinchi varianti edi. Endi uchinchi varianti. Bir amallab siz psix brigadani ham laqillatdingiz. Ikkinchisi qabul bo'limidagi komission ko'rikni ham laqillatdingiz va nihoyat siz psix bolnitsaga tushdingiz. Endi u yerda sizga sud psix ekspertiza o'tkaziladi. Sud psix ekspertiza natijasida agar sizda ruhiy kasallik topilmasa, siz yana qaytib ichki ishlar bo'limiga borasiz. Va u yerda qonuniy javob berishingizga to'g'ri keladi. Endi buncha muddat o'tguncha sizni kreditingiz foiz tug'averadi. Kredit summangiz oshgandan oshib boraveradi. Siz kreditdan qutulish uchun mana shunday jinoiy ishga qo'l urgan edingiz, aslida sizni kreditingiz ham ko'payadi, jinoiy javobgarlikka ham tortilasiz, butun problemalarga, ya'ni muammolarga ko'milasiz.